Bir ohiki menda bor, 100 mahsharistonni buzar. Dilda darding bo'lmasa, qalb daftarimni kovlama. Falastinda bo'layotgan jarayonlarga, u yerda ayollarning, bolalarning, qariyalar, nogironlarning, yoshlarning, insonlarning o'ldirilishi, ularning azobga solinishi, qiynalishi, ochlik girdobiga mubtalo qilinishi va boshqa azoblar, qiynoqlarga o'z hamdardligingizni bildiryapsiz. Mazlum Falastin xalqi yonini oliy minbarlardan turib, ularning yonini olmoqdasiz. Bu ishlaringiz juda yaxshi, ofarin, tasanno. Shuni ham bilib qo'yingki, bizning ahvolimiz Falastindan og'ir. Bizda farzandlarning tug'ilishiga yo'l qo'yilmadi. Falastindagi farzandlar tug'ildi, dunyo yuzini ko'rdi, yorug' kunni ko'rdi. Bizda tug'ilishiga ham yo'l qo'yilmadi. Urug'i quriltirib, juvonmarg qilindi. Kim qildi? Ichki ishlar xodimlari qildi. O'zbek ayol qizlarini kamsitish, ularni obro'sizlantirish ularga vazifa qilib yuklatilgan. Kim yuklagan, uni hali vaqt ko'rsatadi. Hammasini yuzaga chiqaramiz hali.